Mana bu qo'shiqning so'zlariga yaxshilab ahamiyat bering. U didordir, yemadilar, to'ydilar. Ibodatni ulug' kunga qo'ydilar. Nasimini tovonidan so'ydilar. Bizdan salom bo'lsin, javobimiz shu. Xo'sh, endi savol, nima uchun Nasimining tovonidan so'yishgan? Siz menga obuna bo'ling, men esa hammasini bir boshdan tushuntiraman. Nasimi ozarbayjonlik katta shoirlardan biri edi. Hatto uni Navoiy ham o'z kitoblaridan birida e'tirof etgan, ya'ni uni Lutfiy bilan bir darajada ko'rishini aytadi. Xullas, Nasimining Naimi degan ustozi bor edi va bu kishi hurufiylik tariqatining yetakchilaridan biri bo'lgan va tabiiyki Nasimi ham bu tariqatni ko'pchilikka yetib borishi uchun yordam berishga harakat qilgan. Lekin o'sha paytdagi diniy ulamolarga esa bu ishi ularga ya'ni yoqmagan va bir necha bora Nasimiga turli xil fitnalar uyushtirishgan. Lekin kunlardan bir kun shunday fitna bo'lganki, Nasimi bu fitnaning qurboni bo'lgan. Xullas, Nasimi namoz o'qishga masjidga kirganida kimdir uning kovushini ichiga Yosin surasini solib qo'yadi va shohga xabar yetkazishadi. Ya'ni Nasimi Qur'oni Karimni oyoq osti qilyapti deb aytishganidan keyin shoh darg'azab bo'lib Nasimini oldiga chaqirtiradi va Nasimiga shunday savol beradi. Qur'oni Karimni oyoq osti qilgan odamni nima qilmoq kerak deganida, Nasimi esa bunday odamning tovonidan so'ymoq kerak vali ne'mat deganida, Nasimining kovushini yeshtirib ko'radi, qarasa ichidan haqiqatan Yosin surasi chiqib keladi va o'sha joyning o'zida Nasimi fitna qurboni bo'lganligini anglab yetadi, lekin hozirgi kunda tili bilan aytganda gapiga javob beradi, ya'ni o'lishini bo'yniga oladi, ya'ni mayli meni o'ldiravering deb o'zini o'limini bo'yniga oladi va katta bir maydonda Nasimining tovonidan boshlab terisini shilib olishadi. Xullas shunaqa.